Chet el mamlakatlarida, xorijiy mamlakatlarda yashayotgan va ishlayotgan O'zbekiston Respublikasining fuqarolarini diqqatiga. Biz Yurist Muzaffar jamoasi xorijdagi vatandoshlarimiz uchun o'zimizda yuridik va advokatlik xizmatlarimizni yo'lga qo'ydik. Endilikda agarda sizda qanaqadir huquqiy tomonlama yechim topilmayotgan, qonuniy yechim topilmayotgan masalalaringiz bo'ladigan bo'lsa, ushbu masalalarga bizning xizmatlarimizdan foydalanish orqali yechim topishingiz mumkin. Ko'pchilik mana chet elga ketadi, to'g'rimi? O'zbekistonda uni qonun bilan bog'liq bo'lgan huquqiy tomonlama yechim topilmay qolib ketgan masalasi qolib ketadi. Deylik, kimdadir oilaviy muammolar, ya'ni nikohni bekor qilish, kimdadir esa jinoiy masalalar, kimdadir qaysidir davlat organi bilan, ya'ni ma'muriy organlar bilan bog'liq bo'lgan masalalar, kimdadir esa iqtisodiy masalalar yechim topilmasdan qolib ketgan bo'ladi yoki-da u kishi chet elga chiqib ketgandan keyin O'zbekistonda mana shu qonun bilan bog'liq masala yuzaga chiqib qoladi. Ushbu holatda o'zi chet eldan O'zbekistonga qaytib kela olmaydi yoki-da kelishga vaziyati, sharoiti to'g'ri kelmaydi yoki-da ishini tashlab kela olmay qoladi. Mana shu holatlarda siz o'sha yashab turgan hududingizdan bizga notarial tasdiqlangan apostil qo'yilgan ishonchnoma yuborasiz. Biz sizni o'rningizdan vakil sifatida va sizga advokatlik xizmatimizni taklif qilish orqali O'zbekistondagi muammoingizni qonuniy tomonlama, huquqiy tomonlama xudo xolasa hal qilib berishga harakat qilamiz. Hurmatli fuqarolar, ushbu masalalar yuzasidan xorijdagi vatandoshlarimizga agar yuridik va huquqiy yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga bizga WhatsApp, Telegram yoki-da to'g'ridan to'g'ri qo'ng'iroq qilish orqali murojaat qilishingiz mumkin. Videoni tezlashtirib barcha xorijdagi vatandoshlarimizga yuborib qo'yingizlar. Doktor bilan yurist har bir fuqaroga tug'ilganidan umrining oxirigacha albatta kerak bo'ladi.